WhatsApp, Telegram, Instagram, kerak bo'lsa Snapchat sizlar bilan men o'sha Nurchik. Bugungi videolarimizda ko'pchilik so'ragan Pocket Invader haqida videoning ikkinchi qismi. Ko'pchilik kommentariyaga bu modni qayerdan oldingiz, bu narsani qayerdan oldingiz deb yozgan ekan. Lekin men buni qaysi sabablarga ko'ra Telegramga tashlay olmadim. Lekin bu safar aniq tashlashga va'da beraman. Sizlar bu modni qanday topishni va qayerdan olishni videoning oxirigacha ko'rib bilib olasiz. Ko'p so'z o'tirmasdan biz boshlaydi. O'zlaring ko'rib turibsizlar, bunaqa juda ham ajoyib bo'lgan portallarni yig'ib terib qo'yganman. Bu yerda bu blok nima qilyapti o'zim ham uncha yaxshi bilaman. Asliga bitta narsa yasadim, qaranglar. Bunday qarasanglar uchida ko'rinadi. Yaxshirab qarab tursanglar. Bu illyuziya o'zim o'ylab topmaganman, YouTube'da ko'rganman. Ko'p so'z o'tirmasdan biz boshlaymiz. Birinchi blogimiz bu Potatoes. Nima Potatoes? Yerda qanaqadir urug'. Bu nimaligini hozir sizlarga aytaman. Bu bitta avval buni tekshirib ko'rish uchun bizga anaqa kerak. Nima? Ferma blogi kerak. Farmlat. Bu blog yangi versiyada qo'shilgan, lekin eski versiyalarda yo'q. Lekin men eski versiyalarda ham qandaydir qilib oldim. Hozir bunday mana shu blogni qo'yasizlar va urug' blogni bolalar, urug' blog hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, bu urug'. Shunaqa urug' blogi. Bitta ekib qo'yaman bo'ldi. Tamom, vassalom. O'sha mashhur keyingi blogimiz mana shu portal blog. Bu portal blogni olishga ko'pchilik qiziqar ekan. Videoni oxirigacha ko'rsangiz qanday qilib olishni ham sizlarga aytaman. Bu portal blog bilan siz xohlaganingizcha portal qurishingiz mumkin. Siz juda ham ajoyib mana. O'z ko'rsiz oltinli portal qurganman, taxtali, tarvuzli va sandiqli va har xil bloklardan portal qurib chiqqanman zerikkanimdan. Ajoyib. Keyingi blogimiz bu yarimtali eshik. Nixo. Bu nimaga kerakligini o'zim ham uncha yaxshi bilaman, lekin yarimtali eshikda yarimtali eshikni ochib yoqasizlar bo'ldi, короче. Ustiga chiqsa ham bo'ladi, sakrasa ham bo'ladi, har narsa qilsa bo'ladi. Bu blog shunchaki versiya almashtirganlaringda foyda bo'ladi. Keyingi blogimiz bu olov blog. Ha, bolalar, bu olov blogi. Bu jajikalka emas, shunchaki olov ko'rib turibsizlar, o'zlari yonib turibdi, bolalar, qaranglar. Animatsiyasi ham bor. Qo'limda g'alati turar ekan, bolalar, turuvchi bir bolaga o'xshab qolibdi. Men bularni o'tgan videoda obzor qilganman, bilmaydiganlar uchun ko'rsatyapman. Mana bu hattoki ramkada ham turuvchi turadi, lekin yerga tashlasanglar hamdaqa turadi, bolalar. Mana yerga tashlaganda chiroqroq ko'rinyapti va invertorda ham juda ham ajoyib. Keyingi blogimiz bu suv blogi. Waterni bir balo. Kelinglar buni qo'yib ko'ramiz. O'zlaring ko'rib turibsizlar, bu suv qimirlamaydi. Xohlasanglar suzsanglar bo'ladi, xohlasanglar suzmasanglar ham bo'ladi. Bitta lifehack ko'rib qo'ygandim. Kelinglar buni tepaga qurib chiqamiz. Blokni ustiga qo'ysak, agar buzib olsak-chi? Buzib olsa sinib ketar ekan. Lekin afsuski bu suv osmonda qolib ketmas ekan. Ming afsus. Lekin bu suvni bitta qo'yib qo'yasizlar va bemalol bitta shunday qo'yib qimirlamaydigan suv qilsanglar bo'ladi. Bilmadim nima kerak. Keyingi, ya'ni navbatdagi blogimiz bu nima bu blogda? Nether Reactor Core degan blogimiz. Men juda to'g'ri talaffuz qildim. Bu blog nimaga kerakligini men hozir tushuntirib beraman. Misol uchun birorta dekoratsiyada ishlasanglar bo'ladi. Uy qurayotganda yoki devordan shu blokni qilsanglar bo'ladi. Bu blog aslida eski versiyalarda qo'shilgan, lekin yangi versiyalarda olib tashlangan. Lekin bu blokni ham qandaydir qilib olsa bo'ladi. Uni keyinroq aytaman. Keyingi blogimiz bu Farmlat, ya'ni ferma blogi. Bu blog sizlar ko'rgansizlar, kelinglar lava blogga o'tamiz. Bu lava qimirlamaydi, bolalar. O't haligi suvga o'xshab, bu ham qimirlamaydi, lekin tagini buzib olsanglar oqib ketadi. Lekin ramkada tak o'tiradi, hozir ko'rsataman ramkada qanaqa turishini. Mana bolalar, vashi chiroyli turibdi ramkada, to'g'ri. Lekin suv qanaqa turadi hozir ko'raylik. Voy, suv ham normal turar ekan, lekin lavada qolib turmas ekan. Portal blogi ham ajoyib ko'rinar ekan ramkada. Ajoyib. Keyingi blogimiz bu Glowing Obsidian, ya'ni yonib turuvchi obsidian. Bu obsidian yilg'oq obsidian o'rniga qo'shilish kerak edi, lekin qaysi sabablarga ko'ra buni olib tashlashgan. Bu ham eski versiyalarda mavjud bo'lgan blog, lekin hozirgi versiyalarda vobshe yo'q. Lekin buni ham men qanaqadir usul bilan buni ham olganman. Bolalar o'sha joy qanday qilib olishni ko'pchilik qiziqyapti.
uni sal keyinroq aytaman. Sal qolsa portalga kirib ketardim. Shu videoda ko'rgan barcha blok va instrumentlarni hozir men qanday qilib olishni o'rgataman. Buning uchun sizlarga telefon kerak va Telegram kerak. Unda videoni oxirigacha ko'ring. Sizlarga birinchi navbatda Pocket Envy Editor degan ilova kerak. Bu ilovani sizlar Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Bu ilovani yuklaysiz va bu yerda avtomatik o'zingizning dunyolaringiz chiqadi. Men misol uchun uy degan merga bosaman. Ya'ni uy degan merga bosaman va edit invertorni bosaman. Edit invertorni bosganimda invertoringizdagi barcha narsalarni ko'rsatib beradi. Va sizlar misol uchun birorta narsani suvga bolasizlar va browse degan joyga kirasizlar. Va bu yerda Minecraftdagi bloklar chiqadi va bu yerda men ko'rsatgan portal blok, lava blok va boshqa narsalar. Misol uchun kelinglar biz kravat blokini olamiz. Va kravat blokini men videoda ko'rsatmadim. Hamda bu yerda yana bitta anaqasi 64 emas, balkim 255 ta qilsa bo'ladi. Va slot ko'payadi. Men 255 ta kravatni oldim. Hozir biz merga kirib tekshirib ko'ramiz. Va mana dunyoga ham kirib oldik. Va mana o'zlarini ko'rib turibsizlar, kravat blok qo'limda paydo bo'lib qoldi. Mana qo'limda kravat blok ham bor. Ular sizlar shunday qilib Pocket Envy Editordan foydalansanglar bo'ladi. Barchaga xayr, sog' salomat bo'ling. Keyingi videolargacha ko'rishguncha Telegram kanaliga obuna bo'lib, Telegram kanaliga o'tib bemalol shu narsalarni qachon bo'laveradi. Barchaga xayr.